Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan qisqacha g'alvirsimon qadoqcha, yarimoysimon yoriq yoki tirqish deyishimiz ham mumkin va eng oldingi g'alvirsimon katak agernazi haqida sizlar bilan suhbatlashamiz. Jarroh uchun, nafaqat jarroh, balkim ambulator sharoitda bemorlarni ko'radigan lor shifokor uchun bu tuzilmalar nima uchun muhim va shunga qarab bizni bemorga operatsiya kerakmi yoki kerak emasmi degan savolga javob berishimiz mumkin. Misol uchun aytamasligi, bemor sizga MSKT bilan yoningizga kelyapti. Surunkali rin sinusiti bor, lekin KT tahlilini qarasangiz, u yerda hammasi sog'lom, shamollash belgilari yo'q, lekin bemorda tez-tez dimog'iga balg'am tushishi yoki sinusit bilan kasallanishi kabi shikoyatlar bilan keladi. Biz o'sha paytda ikki xil tahlilga qarab bemorga operatsiya kerak yoki kerak emasligini tahlil qilishimiz mumkin. Ya'ni endoskop bilan burun ichiga kirib, aynan shu g'alvirsimon qadoqcha va yarimoysimon tirqishni baholab, ya'ni endoskopik surat bilan, ya'ni endoskopiyada baholab, biz shunga qarab bemorga operatsiya kerak yoki kerak emasligini ayta olishimiz mumkin. Bu ambulator sharoitda. Endi biz o'zimiz uchun fikr qabul qilib bo'lganimizdan keyin bemorni to'liq tekshiruvdan o'tkazib, diskini ochib, diskda aksial, koronar, sagital kesimlarda biz mana shu tuzilmalarni ko'rib baholashimiz mumkin. Hattoki bemorga qo'rqmasdan dadil, sizda anatomik blok bor, ya'ni etmoid infindi bo'limda hamda hiatus seminulnarislarda blok bo'lganligi sababli yoki agernazi katta bo'lgani uchun sizda peshanangizda doimiy shunaqa shamollashlar bo'laveradi deb biz qo'rqmasdan bemorga minifes amaliyotini buyurishimiz mumkin bo'ladi. Bu tajribadan o'tgan va biz bu narsani kundalik o'zimizni qabulimizda va operatsiyaga keladigan bemorlarga ayta olamiz va operatsiyamizda ham biz shu usullarni tajribada qo'llaymiz. Ya'ni bu sizga bu tuzilmalarni bilish sizga bemorni o'zida ushlab qolish va unga bittada to'g'ri tashxis qo'yishga yordam beradi. Albatta bu ko'p MSKTni o'qish va mana shu tuzilmalarni endoskopiyada ko'rish bilan tajriba oshib boradi. Bittada, ikkitada bu narsa qiyin. Ba'zilar uchun bu yillab kerak bo'ladi. Ya'ni shu tuzilmalarni topib olish. Buning uchun siz yuzlab MSKT tahlilini qilgan bo'lishingiz kerak bo'ladi va sizga yaxshi mentor ustoz bilan birgalikda kundalik shu MSKTlarni ko'rib tahlil qilish bilan siz o'zingiz tajribangizni oshib borasiz. Ya'ni bu degani o'zingiz ustingizda doimo ishlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, ushbu grafik diagrammani ko'radigan bo'lsak, bu yerda bizda o'rta burun chig'anog'imiz keltirilgan. Nima uchun o'rta burun chig'anog'idan boshladim? Chunki katta anatomik tuzilma endoskopiyada uni topib olish oson. Ya'ni biz nol optika bilan kirganimizda bizga birinchi ko'rinadigan narsa o'rta burun chig'anog'i. Va har doim endoskopiya qilganda o'rta burun chig'anog'ini osilgan qismi hamda birikkan qismini, aksilla qismini biz ko'rishimiz kerak bo'ladi. Undan so'ng undan oldinda turadigan biz o'roqsimon o'siqni ko'ramiz. Mana shu holatda. O'roqsimon o'siqni biz topib olganimizdan so'ng shu ikkala tuzilmani o'rtasida turadigan etmoid bulla, ya'ni bulla etmoidalisni biz ko'ramiz. Bu ba'zi holatlarda katta, kichik bo'lishi mumkin, ba'zi holatlarda juda ham kichik hajmda bo'lishi mumkin. Endi mana shularning orasida biza ko'rib olishimiz kerak bo'lgan narsa yarim oysimon tirqish, ya'ni hiatus seminulnaris, ya'ni yuqorigisi bo'ladi va uni pastkisi bo'ladi. Endi mana shu hiatus seminulnarislar bular etmoid infindi bo'limga, ya'ni g'alvirsimon qadoqchaga yo'l bo'ladi. Ya'ni bu ichkariga kiradi, ya'ni pastki yarimoysimon tirqish orqali g'alvirsimon qadoqchaga kiradi. Endi yon tomondan, sagital tomondan biz ko'radigan bo'lsak, bizda bu yerda qadoqchamiz joylashgan bo'lsa, hali aytib o'tganimizdek, o'roqsimon o'sig'imiz sariy rangda bo'lsa, uni orqasida bullamiz turibdi. Bulla bilan o'roqsimon o'siqning o'rtasida, ya'ni orasida
bizni g'alvasimon qadoqchamiz etmoid infinitiv bo'lim joylashadi. Endi infinitiv bo'limda nima bo'ladi? U yerda yuqori jag' bo'shlig'ini tabiiy teshigi joylashadi va etmoid infinitiv bilan oldinda, ya'ni uloqsimon o'siqdan oldinda oldingi liqildoq, ya'ni fontanella deymiz, joylashib, u yerda yana qo'shimcha teshiklar bo'lishi mumkin. Yana bir muhim tuzilma bu yerda bulla bo'lsa, bullamiz orqasida, ya'ni bulla orti cho'ntagi, ya'ni retrobulla risiz cho'ntak bo'ladi yoki yuqorigi pufak usti cho'ntagi bo'ladi. Biz buni yana bullet modalisni o'zini anatomik tuzilmalari va shunga taalluqli bo'lgan yana darslarda ko'rib chiqamiz. Endi MSKT tahlilini ham ko'radigan bo'lsak, bu tuzilmalar faqatgina diagramma yoki anatomik endoskop bilan tushunib olish qiyin. Shuning uchun biz interaktiv bo'lish uchun, qiziq bo'lish uchun MSKTni ham qo'shganmiz. Haligi tuzilmalarni endi MSKTda ko'ramiz. Ya'ni mana shu tuzilmani biz hozir sizlar bilan MSKTda shu holatda ko'rib chiqamiz. Yuqorida aytganimizdek, birinchi biz ko'radigan narsa bu o'rta burun chig'anog'i. Yuqoriga ketyapti bizda hiatus semilunaris superior ketyapti, bu yerdan ketadi inferior. Endi MM degani middle meatus, ya'ni o'rta burun yo'li. Bu yerda uloqsimon o'sig'imiz kelyapti. Mana shu tuzilma bizning uloqsimon o'sig'imiz. Va bu orqa turgan tuzilma bizning bullet modalisimiz turibdi. Bullet modalis mana shu holatda bo'lsa, endi bullet modalisni pastki orbitaga yopishgan, ya'ni qirrasiga yopishyapti hozir bu yerda. Kelsa, mana shu ikkita tuzilma orasida etmoid infinitiv bo'lim bo'ladi. Ya'ni biza etmoid infinitiv bo'limdan pastga tushadigan bo'lsak, bu yerda bizda Gaymer bo'shlig'imizni tabiiy teshigi joylashadi. MSKTda ko'rganimizda ham bizda mana shu holatni ko'rib biz baholay olamiz. Ha, bu Gaymerning tabiiy teshigi, undan orqaroq o'tadigan bo'lsa, yana teshik ko'rinsa, ha, bu orqa fontanelladagi qo'shimcha teshik bo'ladi. Bu yerda ham yana ham kattalashtirgan suratni ko'rishimiz mumkin. Ikkita etmoid infinitiv bo'limni bu tuzilma bizani bullet modalisimiz. Juda ham katta. Chap tomonni ko'radigan bo'lsak, bu yerda ham uloqsimon o'sig'imiz, bizani bullet modalisimiz. Mana bu yerda yuqoriga ham birikkan va etmoid infinitiv bo'limni ko'rishimiz mumkin. Endi keyingi tuzilma bu burun yostiqchasi, ya'ni Eiger nazi. Eiger nazi turli xil shakllarda bo'ladi, ya'ni havolanish jihatidan va hozirgi yangi tasniflar bo'yicha peshana bo'shlig'iga kirgan Eiger nazi yoki Eiger usti katagi ham deyiladi. Buni biz yana peshana cho'ntagini anatomiyasida darslarda yana ko'rib chiqamiz. Bu tuzilmada biz shu ko'k plastinkani qog'ozson plastinka deb olsak, mana bu plastinkamizni, ya'ni lamina papillae yoki orbital plate deymiz yoki bu yerda uloqsimon o'sig'imiz keltirilgan. Ya'ni uni gorizontal qismi, ya'ni pastki gorizontal va yuqorigi bu vertikal qismi bo'ladi. Ba'zi adabiyotlarda bu tuzilma 3 ga bo'linadi. Ya'ni yuqorigi, o'rta va pastki. Bular bilan uloqsimon o'siqqa orasida bizning Gaymer bo'shlig'ining tabiiy teshigi joylashyapti. Mana shu ikkita tuzilmaning orasida infinitiv bo'lim yotadi. Keyingi suratga o'tadigan bo'lsak, bulla bu yerda uloqsimon o'siq, uni yuqorisida bizning yostiqchamiz, ya'ni Eiger nazi keltirilgan. Endi KT plus diagramma. Bizni Eiger nazimiz bo'lsa, katagimiz, mana bu yerda Eiger nazi katagimiz ko'rinyapti. MSKTda. Bu yerda ham Eiger nazi, ya'ni bizning uloqsimon o'sig'imiz birikyapti. Mana uloqsimon o'siq kelib birikyapti yuqori qismi va uni yon tomondan ko'radigan bo'lsak, katta havolangan Eiger nazini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni MSKTda birinchi ko'rinadigan oldingi g'alvasimon katak bu Eiger nazi bo'ladi. Xo'p, Eiger nazi bizga klinik tashxisimizda nima o'rin egallaydi? U Eiger nazi havolanishiga qarab bu yerda peshana cho'ntagini yo'llari turlicha bo'ladi va shunga yarasha peshananing oqim yo'li ham
bu yerda o'zgaradi. Ya'ni oldingi g'alvarismon katelani ham biz ikkiga bo'lib olamiz. Front etmoid cells desak, ya'ni peshona g'alvir kataklari oldingi va orqaga bo'ladi. Bunda agernaziyni biza eng oldingi desak, shu agernaziyni ustida ham yana katak bo'ladi. Ya'ni supraager cell, ya'ni burun yostiqchasi usti katagi. Biz harakat qilamiz barcha terminlarni turkiylashtirishga, ya'ni o'zbekchaga tarjima qilishga, chunki biz o'zbekcha nomini ham bilishimiz kerak va o'zimizni o'zbek terminlariga, atamalariga ega bo'lishimiz kerak. Va biz harakat qilishimiz kerak mana shu terminlarda gaplashishga. Kimnidir qulog'iga bu terminlar g'alati eshitiladi. Ya'ni biz o'z tilimizni ozgina esdan chiqarganmiz va Otolor akademiyasini ham yana bir maqsadi shu terminlarni, atamalarini o'zbekchalashtirish va o'zimizdan keyingi avlodga ham mana shu atamalarni qoldirib ketish. Chunki bizdan keladigan yosh avlod bizdan oldingilar shu so'zni tarjima qilmaganmi degan savollar berishmasin. Shuning uchun do'stlar, ko'proq harakat qilamiz shu o'zbek atamalarida sizlar bilan gaplashishga. Hop, burun yostiqchasi. Buni bildik. Uni ustida katak bo'lishi mumkinligini ham bildik va buni ustida yana bitta katak bo'ladi. Ya'ni supraager frontal cell, ya'ni pufak usti peshona katagi. Bu yerda yuqorida aytgan gaplarimni yana diagramma hamda maskata ko'rinishda keltirilgan. Ya'ni bizni eng oldingi katagimiz agernazi tursa, uni ustida supraager cell, ya'ni pufak yostiqcha usti katagi mana turibdi. Endi keyingi surat ko'radigan bo'lsak, bu yerda ager nazi katagi va katta havolangan va peshona bo'shlig'iga o'sib kirgan supraager frontal cell katagi, ya'ni yostiqcha usti peshona katagi. Ya'ni bu ikki xil ko'rinishda bo'ladi. Ager usti katagi va ager nazini ustida katak havolanib peshona bo'shlig'iga kirganini ko'rishimiz mumkin. Va shunga qarab peshona oqim yo'li ham o'zgaradi, torayadi va orqadagi bulla yoki suprabulla katagiga qarab o'zgaradi. Ya'ni bulla u alohida mavzu, uni ham o'zgarishi turlari bor. Uni yana keyin darsda ko'rib chiqamiz. Bu suratda ko'radigan bo'lsak, bizni ager katagimiz hamda supraager katagimiz. Qarasanglar, bu yerda peshona bo'shliq kirmagan. Endi bu bizani peshona bo'shlig'imiz bo'lsa, bu yerda bizda kichkina ager nazi katagimiz hamda ustida peshona bo'shlig'iga biroz kirgan supraager katagimiz va peshona oqim yo'lini ham ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda bizda frontal beak bo'lsa, bunaqa katta emas frontal beakimiz. Ya'ni bir ahamiyatli joyi bor. Ager nazi bu yerda katta, frontal beak kichkina. Bu yerda frontal beak katta, ya'ni peshona tumshug'i. Bu yerda ager nazi katagimiz kichik. Endi keyingi surat ko'radigan bo'lsak, ager naziyimiz bo'lsa va undan keyin yana havolanib kirgan, peshonaga kirgan supraager katagi. Endi bu yerda frontal beak bo'lgani uchun bu yerda yaxshi tushmagan. Keyingi slayd o'tqizsak, bu yerdagi bog'lanishni biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni supraager frontal cell, ya'ni burun yostiqchasi usti peshona katagi bo'ladi. Endi kadaverda ko'radigan bo'lsak, eng muhim joyi bu yerda yuqorida aytib o'tganimizdek ager nazi katagi va supraager katagi. Undan oldinda bizda peshona tumshug'i frontal beak joylashadi. Bu yerda chegarani qarasak, ya'ni peshona yo'lini ager supra katagi va peshona tumshug'i bo'lsa, bu yerda yuqorida uni orqa devor chegaralab turadi. Ya'ni mana shu sohaga qarab biza operatsiyani ko'lamini va undagi kasallikni shunga qarab biza bemalol olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni operatsiya paytida siz yoki undan oldin operatsiya rejasini qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni shu soha tormi, kengmi? Shunga qarab biza operatsiyada kerak bo'ladigan sheyverlarni, uni burchaklarini va shunga qarab instrumentlarni ochib
ishlashimiz kerak bo'ladi. Pastda bizda yuqori jag' bo'shlig'ini gaymer teshigi va bu ikkita tuzilmadan, ya'ni Eigen Nazi bilan frontal beakdan orqaga qarab yuradigan bo'lsak, bu yerda bizda bullet modalisimiz turadi. Va kichkina tirqish ko'radigan bo'lsak, ya'ni shu sohaga kiradigan bu hiatus semilunaris bo'ladi. Bunaqa darslarimizni bizlar Renamaster kursimizda to'liq berganmiz. Kimga qiziq bo'lsa, FESni noldan boshlashni yoki FES operatsiyalarini bajarayotgan hamkasblarimiz bo'lsa, ya'ni murakkab rinologiyaga yoki ekspert darajaga ko'tarilmoqchi bo'lsa, shunga qarab biza darslarimizni bo'lganmiz. Ya'ni endigina FESni boshlab, kunlik asosiy bazaviy FESlarni o'rganmoqchi bo'lganlar uchun biz 24 ta dars qilganmiz. Bu darslarimizni barchasi 3 ta bo'limdan iborat: anatomiya, kadaver hamda operatsiyalar qo'yilgan. Ekspert darajada biz darslarni yana ham kengaytirganmiz. Ya'ni sizni darajangizni yana ham yuqoriga ko'tarishga. Ya'ni elita darsda 3 ta bo'lim va turli xil operatsiyalarni, ya'ni murakkab turdagi operatsiyalarni qo'yganmiz. Bu yerda to angifibromadan tortib likvareyan operatsiyalarini hamda xon atreziyasini, burun to'siq perforatsiyani yopishlarni biza ko'rsatib berganmiz. Undan tashqari ko'pchilikni taklifiga binoan biz Vitmentor darslarni ham qo'yganmiz. Ya'ni siz Otolor Hospitalga kelib, u yerda bizda bo'ladigan operatsiyalarni, operatsiyadan keyin bo'lgan parvarishlarni yoki bizni qabul kunlarimizga to'g'rilab MSKTlarni yana ham ko'proq razborini qilsak bo'ladi. Barchalarni Renamaster kursimizda kutib qolamiz. E'tiborli uchun rahmat.